Bugün biz ajoyib go'zal aslima, cheksiz iftixorlik tuyg'ulari ichida dongliq diktor, yetuk adabiy tarjimon, ijtihodliq tadqiqotchi marhuma Tursunay Soqim uchun seg'inishli yodnoma sifatida nashr qilingan Ona yurtim Anatoliya bo'ylarigacha nomli kitobning xosiyati bilan marhumaning unutilmas ilm amgaklarini qimmatlik va ahamiyatlik, ma'nilik o'tgan hayotini cho'nqur ta'sirot ichida aslab o'tmoqchimiz. Odam osmon bilan zamin o'ttirisidagi oltin. Dunyo uning julosi bilan nurlangan. Odamdan iborat bu tirik oltinning eng yuksak, eng nozik va eng katta ishqa asqatqonlarning roli texmi yuqori bo'ladi. Marhuma Tursunay Soqim chashligan xonam, u chiqqan tog', u mingan tulpor, u ko'targan mash'alla bizga ilhom va madad bergay. Dono tabarruklarimizning ruhida sug'urilib, butun hayotini bilim o'choqlarida o'tkazgan bu tirishchan, ishchan zot muhtaram Soqimjon hojim va Turdixon Hoshimning orzu armonlarining chirig'i bo'lib 1936-yil 5-oyning 24-kuni tavallud qilingan. U Urumchining unutilmas ilm ma'rifat o'chqi bo'lgan nurg'unlig'im dongdir ayol shaxslar tarbiyalanib chiqqan sobiq 2-qizlar maktabini puturib, Beijing markaziy radio stansiyasiga xizmatga taqsim qilingan. U o'quvchilik hayotida tirishchan, faoliyatchan, munavvar o'quvchi bo'lib, hayot faoliyatini butkul jamiyat manfaati bilan birlashtira oladigan oliyjanob ruhni yetildirgan. U go'yo yiroq yo'llarga otsag'an chavandozlardek ma'naviy ulug'vorlikqa ega edi. Hamda ish bag'rida bilimga bo'lgan intilish xuddi daryodek kuvajab turadi. U uzluksiz o'rganish orqali o'zida shundoq bir ruhni yetildirganki, kishilar nazaridagi bu ruh uningda qanchilag'an shohliq toj va behisob boylikdan tuman hassalat eshib ketish bilan qolmasdan, bugünkidek o'lmas umr, o'chmas nom ata qilgan. Hazrati Navoiyning o'zing mangulik emas, noming mangulik deganidek. Tursunay ilmga o'zini beg'ishlash ruhi bilan diktorlikdan iborat kundalik xizmat doirasidan chiqib, katta tarjimon sifatida turk tili bilan uyg'ur tili o'ttirisidagi ko'riklikchilikka yo'l soldi. Shuning bilan uyg'ur o'qirmanlari uchun notunish, ammo orzuliq bir millatning madaniyat ishiga ichildi. Bu biz uchun talay va omad bo'ldi. Uning ishchan qalami bir kirishgancha Turkiyadagi donliq yozuvchilarning yirik asarlaridan Chaliqushi, Mehmet Avoq, Juvliq xonim, O'ksiz, Uyqusiz kechalar, Suvsiz yoz, Echinish qatorliq roman povuslarni, Hun imperiyasining tarixi, Qora xoniylarning davlat tashkiloti, buyuk tilchi Mahmud Qoshig'ari, Qutatqu bilik injumalari, Qutatqu bilik qatorliq ilmiy va tarixiy asarlarni uyg'urchaga tarjima qilib, uyg'ur o'qirmanlariga tanishtirdi. Yana Turkiyada ishlangan Ibrat, Zaynablar o'lmasin, Sabilada nima gunoh, Savdoyi ayol, Aqlliq Shobon qatorliq filmlarni tarjima qildi. Natijada 1992-yili Turkiya Cumhuriyetlik folklor jamiyati tarafidan Turkiya xalqi bilan Jongo xalqi o'ttirisida ko'vriklik rol o'ynagan shaxs degan sharaf guvohnomasiga erishdi. Tursunay kishilarga atirgul sungan qo'lidan hamisha xushbiroq kelib turadigan barakatlik ayol edi. Uning diktorlikdagi yiqimliq ovozi huzur, mo'l tarjimalari kishilarga boylik berib qolmasdan,
nurg'unlagan ilmiy maqolalarimi ijtimoiy fanning nurg'un taraflaridan uchurlar berib, bilimning universal alohidligini ko'rsatdi. Atrofliq ko'zitish, uzoq fikr yurgizish orqali operida bo'lgan bu maqolalardagi nuqtai nazarlarning yangi va muhimligi uni ilm nopozliklari qatoriga qo'shdi. Uzoq zamonlardan buyon xurofot, asorat, xilma-xil bekinmachilikda yashab kelgan Uyg'ur ayollari uchun ilm, fan va madaniyatning eshigini ochdi. Ularning bayroqdori sifatida fan madaniyatga yurish qilishning namunasini yaratdi. Bu mohiyatda millatning taqdirini o'ngshash uchun bo'lgan izdinish. Zamonaviy millat bo'lib qad ko'tarish uchun bo'lgan intilish edi. Tursunoyning kishilar ancha bilib ketmagan tuhfillaridan biri Qutatqu bilikning nazmiy yashmasiga qatnashganlik. Tursunoyning tabiatida pishqon bir olimning mijoz xulqi, tamkinligi, kamtarlik va kamolati yaltirab turadi. Shunga u axborotchilar jamiyati, chet el tili ilmiy jamiyati, tarjimonlar jamiyati, Turkiy tillar tadqiqot jamiyati, O'rta Osiyo ilmiy tadqiqot jamiyati qatorliqlarning a'zosi bo'lib, bu organlarga aktiv ishtirok qilib kelgan. 1994-yili oliy tarjimonlik unvonini olgan. 2004-yili Xinjiang Pedagogika universitetining faxriy professorligiga taklif qilingan. 2004-yili Xinjiang yozuvchilar jamiyati bilan Xinjiang ayollari jurnallari redaksiyasi uyushtirgan faoliyatda Tuhfikor ona adib mukofotiga erishgan. Uning nomi Jungu ixtisos egalari qomusi 21-asrdagi ixtisosliklar ombiri qatorliq qomuslarga kirgizilgan. Tursunoyning hayotidagi diktorlik xizmati, tarjimadagi tuhfasi, ilmiy amgaklarining porloq nuri uni bizning oldimizda hurmatga sazovor shaxsga aylantirdi. Biz faqat shu chaqdala uning favqulodda g'animat kishi ekanligini, o'zimizning bir ustoz yinida yurayotganligimizni his qilishga boshladik. Tursunoy o'zining o'lmas, ko'milmas amgaklari bilan allaqachon butun Uyg'ur xalqining farzandiga aylanib ketgan ixtisoslik ayol edi. Va tarix, dongliq diktor, yetuk adabiy tarjimon, ijtihodlik tadqiqotchi Tursunoy Soqim 2006-yili 8-oyning 7-kuni kech soat 6:30 o'tganda kesal sababi bilan 70 yoshida olamdan o'tdi. Shubhisizki, millatga mansub bo'lgan mundoq bir tuhfikorning ruhi mangu o'lmasdir. Uning hayoti yolqinlab turadigan hayot bo'lib qolaveradi. Chingiz Aytmatovning ruh oldida o'lim chorasizdir deganidek. Tursunoyning aqliy kamolati davrning tashakkuriga erishgan kamolat. Uning ajri zamonning kutgan yeridan chiqqan ajr. Uning madaniyat safosining kenglik va qo'yuqlik qatlamini o'lchab chiqmoqda. U xurofotlikni an'ana deb bilmaydi. Uningda go'zal insoniy xislatlar jam bo'lgan madaniyat vazni bor edi. Biz Tursunoyga bo'lgan sevginishimiz bilan hurmatimizni qalbimizga tingib, u qoldirib ketgan durdonalarni avlodlarimizga yetkazaylik. Uning tavarruk hayotiga madhiya va tashakkurlar aytaylik.